Xayrli tong hammangizga. Bugun men Buxorodaman. Buxoroni qayerda desangiz, Buxoroning qoq markazida Buxara City obyekti qurilishida. Men shu yerda joylashgan 10-lotda turibman. Mana bu orqamda turgan mana bu 2 metrlik binocha bizga qurilayotgan bino. Bizga qurilayotgan qurilishi lozim bo'lgan 5 yildan buyon qurilishi rejalashtirilgan, lekin qurib topshirib bilmayotgan bino. Kecha juma kuni sud protsessi bo'ldi. Sud protsessida mana bu qurilish nazorat qilish inspeksiyasidan xodimlar kelib, bu qurilishlarni to'g'ri quryapti, loyiha to'g'ri o'zi o'tkazilgan bo'lsa, o'shanga ko'ra qurilyapti deydi-da. Men aytmoqchimanki, qurilish loyihani kim tasdiqlaydi? Arxitekturadagi o'sha komissiya tasdiqlaydi. Komissiya tasdiqlaganda konsepsiya bo'yicha qurilishini inobatga olmaganmi? Mana qaranglar-da, 2 metrlik bino. Bunga eshik qursangiz, hali bu yerda asfalt ham qilinmagan. Agarda eshik qursangiz, boshingiz tegadi-da. Bu hali birinchi etajni qurgan, ustini yopish kerak. Endi nima qilishini bilmay o'tiribdi. Mana bu yerda Buxara City o'zini binosini qurgan, buni qarang. Bu 12 metr. Bu binoni qarang, 2 metr. Bir zo'r, yaxshi bino quribsiz, ro'parangizga qurilayotgan binoni ham bir nazoratga oling edi. Nazorat qiluvchi organlarga bir murojaatim, men Buxara City'ning loyihasini bir ko'rib, nazoratga olib, 10-lotda nima ishlar ketyapti, qanaqa bino qurilyapti. Eta prezident kelsa, men shu obyektga bir kirar, balki bir qurilishni nazorat qiladigan inspeksiyalar, men shularni e'tiborini qaratish uchun o'zi shu video murojaat bilan chiqyapman. Balkim birortasi ko'rib qolar. Buxara City loyihasi 2019-yilda boshlangan edi. Hozir 2026-yil bo'libdi, hali ham bitkazilmaydi. Mana shunaqa nazoratsiz qolgandan keyin bu bitmaydi-da bu bino. Buni qarang. 2 metrga bino ko'rganmisiz? Ko'rmagansiz. Ko'rmoqchi bo'lsangiz, keling Buxara City'ga. Ko'rib olasiz.